Hammaga assalomu alaykum. Men Jasur Beknazov Yodla ilovasining asoschilaridan biri bo'laman. Avtomaktab egalariga juda ham zo'r yangiligimiz bor. Qanaqa yangiligimiz bor? Xudo xohlasa avtomaktab egalari hozirgi videoroliklar qanaqa qilib o'quvchilarga kafolatli, ya'ni avtomaktabda o'qib chiqqandan so'ng hech qanaqa ekspress kurslarga borib o'tirmasdan pravani imtihonlardan o'tish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Undan tashqari avtomaktab egalarining eng hozirgi paytda pulini havoga sovurib yuborayotgan narsalardan biri ortiqcha xarajatlar. Qanaqa qilib shu ortiqcha xarajatlarni yo'qotib yuborish bo'yicha gaplashamiz va undan tashqari hamma biznes egasi biznesini raqamlarda ko'rib turish xohlaydi. Xudo xohlasa bu videorolik orqali avtomaktabingizni to'liq raqamlarda ko'rib tura olasiz va undan tashqari cheksiz mijozlar oqimiga ega bo'lishingiz mumkin. Xudo xohlasa bugungi videorolik avtomaktab egalari uchun juda foydali bo'ladi. Oxirigacha ko'rsanglar xursand bo'lamiz. Savdoyingizni karrasga oshirmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beramiz. Keling hozir birgalikda avtomaktablarning asosiy xarajatlarini ko'rib chiqamiz. Asosiy qanaqa xarajatlari bor? O'rtacha avtomaktablarda arenda xarajatlari bor. Hammada har xil bo'lganligi uchun biz o'rtacha $1000 deb oladigan bo'lsak, o'qituvchilarning xarajatlari bor. O'rtacha o'qituvchilar ham 5 million so'm oylikka ishlaydi. Ilova xarajatlari bor, ya'ni o'quvchilarni yaxshi o'qitish uchun qanaqadir ilovalardan foydalanishadi va kommunal to'lovlari bor avtomaktablarning. Va undan tashqari offlaynda o'qiyotganda noqulayliklar tug'diradi. Misol uchun, men avtomaktabga borib o'qimoqchi bo'lsam, meni ish vaqtim bor, ishdan keyin uyga borishim bor, har xil oilaviy muammolar bo'lishi mumkin. Hammada vaqt yetarli bo'lmaydi. Hozirgi zamonda ayniqsa, o'shaning uchun bu avtomaktabda offlayn o'qish ham noqulayliklar bor. O'rtacha bitta avtomaktab oyiga eng kam xarajatini, eng minimal hisoblaganimizda 25 million so'm pulni ortuvchi qilib sarflashyapti. Ya'ni 25 million so'm pulni mana shu arendaga, o'qituvchilarga, ilova xarajatlar, kommunal to'lovlarga xarajat qilishyapti. Bizni kuzatib turganlarda balki xarajatlar undan ham ko'p bo'lishi mumkin. O'zingizni xarajatingizni hisoblab chiqing. Qancha foyda olishingizni keyin hisoblab ko'rasiz oxirida. Shu avtomaktab egalariga biz beradigan Yodla ilovasi haqida qisqacha gapirib bersangiz. Xo'p, Yodla ilovasini ancha ko'plar o'sha tanishgan, reklamli roliklarimizdan ko'rib bilishgan bo'lsa kerak. Kelinglar bu jarayonni misol tariqasida ko'rib ketamiz. Misol uchun tasavvur qiling, Instagramga biz mashhur blogerlarga reklama berdik. Yaqinda ular bilan yillik shartnomalar tuzamiz. O'zbekistonda eng katta mashhur blogerlar bilan. Ular aytishyapti, Yodla ilovasi orqali xohlagan avtomaktabingizni tanlash huquqiga egasiz dotida bizani funksionalligimizni videolarda targ'ib qilishyapti. O'sha targ'ib qilgandan keyin bizani ilovamizni yuklab olib, odamlar avtomaktab bo'limiga kirgandan keyin bu yerda avtomaktabni tanlash degan tugma turibdi. Avtomaktabni tanlash ustiga bitta bosgandan keyin bu yerda xaritada o'zingizga yaqin hududdagi avtomaktablarni tanlash huquqiga egaligingiz ko'rsatadi. Misol uchun, sizning avtomaktabingiz mana men yonim atrofimda turibdi. Ustiga bitta bosaman. Ustiga bitta avtomaktab bo'limini bosganimdan keyin, tanlaganimdan keyin, bu yerda ismingizni kiriting deyapti. Men ismimni kiritaman, misol uchun Abu Bakr. Familiyam, misol uchun Berkinov. Xo'p, nomerim, keyin yoshimni kiritaman, misol uchun jinsimni kiritaman va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosaman. Xo'p, ro'yxatdan o'tganimdan keyin endi sizlarni avtomaktab egalarini bu yerda dashbord bo'lib, ya'ni kompyuteringizga yoki telefoningizga bu yerda mana arizalar kelib chiqadi. Misol uchun ariza keldi. Misol uchun mana Abu Bakr Berkinov ko'rasizlar, yoshimni, nomerimni hammasini ko'rsatyapti. Bu yerda sizni dashbordingizga kelgandan keyin bu yerda aloqaga chiqish, ya'ni operatorlaringiz bu yerda CRMga o'rnatib aloqaga chiqsa bo'ladi. Misol uchun men aloqaga chiqdim. Telefon qilaman, telefon qilaman deyman. Telefon qilganimda bu yerda qayta bog'lanish tugmalari bor va bu orqali siz mijozni o'zingizda saqlab qolish imkoniyatiga egasiz. Va undan tashqari mana menga ariza kelib tushdi. Bu aytayapti, bo'ldi, men roziman. Sizni avtomaktabingizda o'qimoqchiman deyapti. Bu yerda ID kodli bo'limiga kirganingizda ID kodni yaratish tugmasiga bosasiz. Yaratamiz. Mana guruh bo'ladigan bo'lsa, qaysidir guruhga biriktirib qo'ymoqchi bo'lsangiz, guruh tanlaysiz bu yerda. Bu yerda ID kodni tanlash. Men uchun misol uchun bitta ID kod kerak. ID kod yaratdim. Mana ID kod yaratildi. Mana hozir o'zida. Keling, mana shu ID kodni anaqaga ilovamizga kiritamiz mana. Kiritadigan joyiga. Xo'p, bu ID kod kiritib, bu bir martalik ID kod hisoblanadi. Ya'ni bitta o'quvchiga berganingizdan keyin bu ID koddan qayta foydalana olmaydi boshqa o'quvchilar. Xo'p, bitta enter tugmasini bosganimizdan keyin mana ko'rasizlar, menda mening guruhim degan narsa ochildi. Ya'ni o'quvchilaringiz siz kelgandan keyin yangi guruh ochilishini kutib turing. Bir haftadan keyin ochiladi, 2 kundan keyin ochiladi, 3 kundan keyin ochiladi deyish shart emas. Bitta guruh yaratasiz. O'shatga mana 10 kunning ichida kelgan o'quvchilarni, masalan, 20 talik guruh qilmoqchimisiz, shuni o'sha guruhga qo'shib qo'yasiz. Mening guruhimga kirganda o'zini kursdoshlarini ko'rib tura oladi o'quvchilar. O'shanda ularga motivatsiya bo'ladi. Ular bir-biri bilan hatto yozishmalar yozib tursa bo'ladi.
Ha bu yerda natijalarni ham natijalarini ham statistikasini ko'rib borsa bo'ladi. Misol uchun joriy haftada qanaqa natijalar qildi, o'tgan haftada qanaqa natijalar qildi va imtihonga topshirguncha ham qanaqa natijalar qilish kerak, hammasini ko'rib borsa bo'ladi. Va eng qizig'i bo'ladigan bo'lsa, mana avtomaktab egalarining bitta muammosi bor-da. Avtomaktabda ko'p jarayonlar raqamlashmaganligi uchun xodimlarni, ya'ni instruktor, mashina haydaydigan amaliyotchi xodimlarni vaqtida nazorat qilish olmaydi. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa, bemalol misol uchun tasavvur qiling, sizda ikkita amaliyotchi o'qituvchi bor, ya'ni instruktoringiz bor. Ularni mashinasida misol uchun mana Spark Fazlullo Rasulov mashinasi turibdi. Men ustiga bosaman-da, mana qaysi kuni vajdaniyaga chiqmoqchiman, ya'ni amaliy mashg'ulotlarga chiqmoqchiman. Vaqtini belgilayman. Misol uchun 20 bugun deylik 20 aprel aka soat 11:00 dan 12:00 gacha o'sha band qilaman, vaqtini ko'rasiz. Men o'zim vaqtim, men deylik 12:00 da ishdan chiqaman, boraman-da, band qilib qo'yaman. 17:00 dan 18:00 gacha vaqtni band qildim. Buni band qilganimdan keyin maxsus Telegram bot orqali sizni instruktoringizga palonchi siz anaqayini 17:00 dan 18:00 gacha vaqtingni band qildi degan SMS boradi va o'sha SMS orqali qaysi vaqtda qaysi o'quvchisi kelishini bemalol instruktorlaringiz ham ko'rib tursa bo'ladi. Va undan tashqari bu yerga bor-ku, mana 4-5 ta avtomaktabingizda 4-5 ta xodim anaqa amaliyotchi o'qituvchilar bo'ladigan bo'lsa, masalan uchun Gentra, Cobalt, Lacetti, palonchi, pistonchi mashinalar bo'ladigan bo'lsa, har bittasini vaqtini nazorat qila olasiz. U yoqda har bitta o'quvchi qaysi mashinani tanlayapti, necha soat uniki band, hammasini ko'rib tura olasiz. Har bitta biznesni raqamlarda ko'rish xohlaydi-ku, siz hamma jarayonlarni Gavayi orollarida bo'lmaysizmi, avtomaktabingiz siz uchun daromad keltiradi. Sizni bemalol bu yerda biznesingizni raqamlarda ko'rib tura olasiz. Xo'p, undan tashqari mana chiqamiz, mana amaliyot darslari bo'ldi. Mana bu yerda sizni avtomaktabingizni mana ma'lumotlari ham ko'rib turadi. Endi kelaylik, kompyuterdagi sizni dashbordingizni mana Gavayi orollarida tasavvur qiling, agar olib yotibsizlar, siz qani avtomaktabim qancha savdo qilyapti, nechta o'qituvchi o'qiyapti, qaramoqchisiz. Shuna dashbord bo'limiga kiradigan bo'lsangiz, mana jami talabalarning sonini ko'rib tura olasiz. Jami talabalarni masalan qancha summa to'laydi, ularni ham ko'rib turishga imkoniyatlari bor. Mana faol guruhlar, nechta guruh o'qiyapti o'zi, u guruhlarni ko'rib tura olasiz. Nechta mashina bor o'zi hozir, qanchasi band. Eng qizig'i bo'ladigan bo'lsa borku, yodli ilovasida shunaqa holatlar bo'ldi bizga kelib, men sizlarning ilovangizda ekspress kursi o'qidim deb borib imtihonga topshirdim, o'ta olmadim degan holatlar bo'ldi-da. Bizda u ma'lumot bo'ldi. Emailini tashlagan, pochta anaqani tashlagan, biz qarab beramiz dedi. Shuni statistikasiga qaraydigan bo'lsak, ko'p o'quvchilar bizdan bir marta foydalangandek borib srazu ana imtihon topshirib olgan. O'zi ilovamizdan o'zida imtihondan o'ta olmagandek borib unga topshirib olgan. O'shanda bizga hech qanaqa pretenziya qilisha olmadi. Ya'ni bizga kafolat berganda, agar sen yodli ilovasi orqali o'qib, imtihondan o'ta olmasang, puling 100% qaytarib beramiz degan edik. Kirib hatto video darslarni ko'rmagan. Undan keyin siz ham tasavvur qiling, yodla, siz o'zingiz avtomaktabda ichingiz mumkin. Mana avtomaktabda o'qib, deylik 60 kun ichida anaqa pravani qonuniy olib chiqib ketmasang, haqiqatdan o'zing biliming bilan olib chiqib ketmaydigan bo'lsang, senga 100% pulingni qaytarib beramiz degan narsani qarashinglar mumkin. Chunki bu yerda sizlar har bitta o'quvchilarning statistikasini ko'rib bora olasizlar. Har bittasi "Ne o'qimayapsan?" deb turib, sizlar unga gapira olasizlar. Chunki bu yerda hamma narsa ko'rinadi, biznesingiz raqamlarda ko'rinib turadi. Xudo xohlasa, mana bu yerda kodlarni, qancha bo'sh kodlar bor, mana operator qanchasi bilan atributka qildiklarni, mana arizalarni anaqa nechtasini gaplashishdi, nechtasi prosta turibdi, nechtasiga qayta aloqaga chiqilmayapti, hammasini ko'rib tursangiz bo'ladi. Va mana qaranglar-da, biz o'zi bu avtomaktab bo'limini qo'yganimizdan so'ng 3-4 kun ichida 29 ta litimiz bor. Ya'ni 29 ta o'quvchi bor, sizni avtomaktabingizda o'qish mumkin bo'lgan. Hali bizga hech qanaqa reklama yoqmadi. O'shanda ham 29 ta o'quvchi bor. Shuning uchun avtomaktab egalari uchun maxsus taklifimiz bor. Shu, ya'ni bizning ilovamiz orqali o'quvchilarni o'qitadigan bo'lsanglar, birinchidan sizlarga arenda xarajatlari, sinf xora xarajatlari, yaxshi o'qituvchi shart emas. Faqat biznesinglarni to'g'ri tizimga qo'yib beramiz, hamma narsasini. Shu jarayonlarni hammasini ko'rib bora olasizlar, xudo xohlasa. Hatto mijozlar oqimini ham sizlar jalb qilishingiz shart emas. Bizni O'zbekistonda eng katta blogerlar orqali PR olib boramiz, xudo xohlasa. Inshaalloh yillik shartnomalarni tuzamiz. Sizga cheksiz mana. Uni yaqin atrofida bo'ladigan bo'lsangiz bo'ldi. Shuni sizni tanlaydida, sizni avtoshkolangizda o'qiveradi. Sizga lokatsiya ham muhim emas, chunki yon atrofingizga hamma, masalan, siz yaqin bo'ladigan bo'lsa, sizni tanlashi mumkin. Mahallaning ichida arendasi arzonroq joyi ham olishingiz mumkin.
farqi yo'q. Sizga keyin katta sinfxonalar kerak emas. Bittagina xonangiz bo'lsa bas. Mana bitta xonangiz bo'lsa, misol uchun direktorskiy xonangiz bo'lsa, keling, 080 firma olib keldingizmi? Bo'ldi. Shu bilan uni qabul qilsangiz bo'ldi, bitta ID kod yaratib bersangiz bo'ldi. U sizning o'quvchingiz hisoblanadi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsa, inshaalloh yanada to'liqroq ma'lumot beramiz. Qisqacha tushuntirib ketay. Yana plyus tomonlari nimada? Hozir onlayn o'qishga talab oshib bormoqda hozirgi paytda. Shu sababli biz kuzatib turgan avtomaktab egalariga bitta narsani tushuntirib bermoqchiman. Sizda o'quvxonangiz bor. O'quvxonada bir 30 ta stol bo'lishi mumkin. 30 ta o'quvchidan ortiq o'quvchi ola olmaysiz bitta kurs davomida. Biz berayotgan taklifning yana plyus tomoni cheklanmagan o'quvchilar oqimi bo'ladi. Ya'ni cheklanmagan o'quvchilar oqimi bo'lgandan keyin savdoingiz karrasiga oshib ketadi. Undan tashqari yana bir marta aytib ketaman. Agar sizga, misol uchun bitta rusiy zabon inson kelyapti-da, men avtomaktabingizni o'qimoqchiman desa, sizga rus tili o'qituvchisi kerak. Bunda bo'ladigan bo'lsa, rus tili o'quvchisi ham darslari bor. Siz hech qanaqa mijozingizni yo'q, menda unaqa imkoniyat yo'q deb qo'yib yormaysiz. Xarajatlaringiz karrasiga pastli 4 karra, 5 karra kamayish ehtimoli katta. Chunki lokatsiyaga bog'lanmayapsiz. Faqat sizdan fokusingizni bitta joyga qarata olasizda, ya'ni diqqatingizni faqat yaxshi mashina olib kelishga, o'sha amaliyotchi o'qituvchilarni yaxshilashga qarata olasiz. Shu aytganimizdek, biznesingizni xohlasangiz Gavayi orollarida turib, xohlasangiz Balli orollarida turib boshqara olasiz. Har doim bosh qotirmaysiz. Mijozlar oqimi nima bo'lar ekan degan bosh og'ringiz yo'q bo'ladi. Nazariy qismini o'qitish uchun ularga o'qituvchi umuman kerak bo'lmaydi. Faqatgina amaliy qismini rivojlantirish uchun o'qituvchilar oladi va mashinalar ko'paytiradi. Xuddi shunaqa. Bundan tashqari eng muhim narsa-da, har bitta jarayonni siz nazorat qila olasiz. Misol uchun bitta o'quvchingiz kelyapti-da, kafolat berdingiz. 2 oy ichida haydovchilik guvohnomasini hech qanaqa ekspress kurslarsiz olishga deb turib kafolat berdingizmi? U o'quvchi 2 oydan keyin yo'q, men uni ola olmadim deydigan bo'lsa, shuna statistikasiga kirasiz-da, nechta imtihondan o'tdi? Mana imtihondan bu yerda yiqilyapsan-ku, nima uchun imtihonga bording? O'zing o'qimabsan-ku, qani 30% ni nima uchun ko'rmading deb unga savol bera olasiz. Biznesingiz to'liq raqamlashadi bunday aytganda. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, hammani qiziqtirgan savol, mijozlar oqimini qanaqasiga oshirib bersak bo'ladi? Xo'p, qarang. Har bitta hozirgi deylik avtomaktablar mijozlarni o'ziga olib kelishligi uchun qanaqadir xarajat qilishyapti. SMM xarajatlari qilayotgan bo'lishligi mumkin, yo ko'chalarga bannerlar osgan bo'lishingiz mumkin, yo atrofingizga hozir avtobus stansiyalarga, avtobus bekatlariga avtomaktab yan atrofingizda degan bannerlar qilishyapti-da, o'zi aslida bu noqonuniy. Birinchi galda, ikkinchi galda bo'ladigan bo'lsa, u katta effekt bermaydi. Bizda bo'ladigan bo'lsa, mashhur O'zbekistonning jamiki mashhur deylik blogerlar bo'lsa, Bobur Mansurov, Jahongir Xo'jayev, boshqa va albatta siz sizlar bilan shunaqa PR qilamizki, endi yodli ilovasi orqali avtomaktabni tanlash imkoniyati egasiz degan funksionalligini yoritib beramiz insonlarga va u funksionallik orqali insonlar katta mijoz oqimi kiradida, yodli ilovasi orqali kartadan tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. O'shaning uchun bizda bu xarajatni qilishimiz ancha arzonroq tushadi, chunki biz anaqa mijoz bilan avtomaktabni o'rtasida bog'lovchi bir ko'prik bormiz. O'shanda cheksiz inshaalloh juda katta potokda masshtabli PR qilganligimiz uchun o'quvchida kelish inshaalloh kutamiz. Avtomaktab egalari shu mijoz kelmaydi deb xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu narsani biz o'z zimmamizga olamiz, o'zimiz mijozlar oqimini yaratib beramiz. Keyin arendasi qimmat joydan joy olishligi shart emas-da. Aholi punktini ko'rishadi. Misol uchun, mana shu joyda palonchi hududda, Chilonzor palonchi hududda eng zich joylashgan aholi hududi bor ekan deb o'sha aholi hududini eng arzon joydan arendaga joy olishsa ham bo'ladi. O'shanda lokatsiyaga ham bog'lanmaydi. Oldinlari avtomaktabda yaxshi o'quvchilar ko'p kelishi uchun yo'lni yoqasidan qimmat joyda arendalarni olishganda, hozir bo'ladigan bo'lsa unaqa narsa shart emas. Xudo xolasa O'zbekistondagi barcha o'quvchilar yodda ilovasi orqali avtomaktablarni tanlash huquqiga ega bo'ladi inshaalloh. Xo'p, mana ko'p qulayliklarni tushuntirib berdik. Biz bilan bog'lanadigan bo'lsangiz, yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Biz bilan qanday bog'lanish mumkin? Biz bilan shu yerda hozir anaqa username ko'rsatib ketamiz. Telegram username yozishda bo'ladi yoki-da pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishda xudo xolasa to'liqroq ma'lumot beramiz. Hozir biz ilovamizdagi imkoniyatlarni aytishim mumkin. 100 dan 50% ni ko'rsatib bera oldik. O'zi bundan da katta imkoniyatlari bor. O'shaning uchun to'liqroq ma'lumot olish uchun shu yerdagi pastdagi username'dagi yozishingiz mumkin yoki-da pastdagi nomerlarga telefon qiladigan bo'lsangiz, o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Nima uchun hozir bog'lanish kerak, keyinchalik emas? Xo'p, eng o'sha ключевой nuqtasi ham shu yerda. Misol uchun, biz bilan birinchi shartnoma qilgan insonlarga, biz masshtabni PR qilganimizda, ya'ni katta blogerlar bilan ishlaganimizda, birinchi biz bilan bog'langanlar, misol uchun bitta deylik, Yunusobod rayonidan bizda o'zi 30 ta avtomaktab bo'ladigan bo'lsa, bizga 5 ta avtomaktab bog'landi. Tasavvur qiling.
biza 5 ta avtomaktab bog'langandan keyin masshtabni PR qila olamiz. Masshtabni PR qilganimizdan keyin ular bor imkoniyatdan foydalanadi. Misol uchun biz cheksiz mijozlar oqimini yaratamiz. Ijtimoiy tarmoqlar orqali katta PR qilganimizdan keyin odamlar kiradida, mana avtomaktab o'ziga yaqin hududda 5 ta avtomaktab turibdi, bittasini tanlaydida ariza qoldiradi. U 5 ta avtomaktabda imkoniyat ko'proq bo'ladi, ko'proq o'quvchi jalb qilish. O'shaning uchun bizga qanchalik ko'proq tezroq bog'lanishsa, shunchalik bilan ilovamizga shartnoma qilib, anaqa kiritib qo'yamiz va bu orqali ular juda ko'p mijozlar oqimiga, birinchidagilar juda ko'p mijozlar oqimiga ega bo'lishadi. Chunki bizda hozir lokatsiya anaqa birinchi darajalik tushib qolmayapti. Chunki o'sha nazariy darslarga kelishi shart emas, amaliy darslar uchun bo'ladigan bo'lsa, vaqtini tanlab, xohlagan payt kelishi mumkin. O'shaning uchun iltimos, avtomaktab egalari agar biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, shu pastdagi nomerlarga murojaat qiling. Xudo xohlasa, sizlarga foyda keltirishdan xursand bo'lamiz. Ish hajmingizni kamaytirib, daromadingizni karrasiga oshirmoqchi bo'lsangiz, kamida 10x oshirsa bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xohlasa shunaqa. Muhimi ish hajmingiz kamayadi, karrasiga kamayadi va daromadingiz ham 10x ga oshishiga ko'zimiz yetyapti. Shuning uchun hoziroq biz bilan bog'laning.